yosh iste'dod sohibasi Sevinchoy Allaberganovani dugonalari unga muxlis bo'la boshladi. Shunday yaxshi shoira dugonasi bilan faxrlanmaydigan kursdoshlari, fakultetdoshlari bo'lmasa kerak. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakultetida mana shunday iste'dodli yoshlar kamolga yetmoqda. Biz hozir Sevinch qizimizdan yaxshi bir she'r eshitamiz. Marhamat. Dunyoning ishlari juda ham qiziq. Chigal dunyodir bu, chigaldir hayot. Bugun to'la to'kis bo'layotgan hayot, ertaga barbod yo indinga barbod. Dunyoning ishlari juda ham qiziq. Birov och qoladi, birov esa to'q. Mol mulksiz ham baxtli bo'lish mumkin-ku. Birovning puli bor, ammo baxti yo'q. Yuzlarga dog' tushib qaraymiz biz ham. Yoz izidan kelar darrov sariq kuz, ammo bir kun o'tar. Shu sariq kuz ham dunyoning ishlari juda ham qiziq. Umrning 15i yorug' bo'larkan, zulmatning izidan quyosh kelarkan. Dunyoning ishlari juda ham qiziq. Sochlarga oq tushib bukkayar bellar. Bugun kecha bo'lib, erta kelar ham. Goh yaxshi, goh yomon o'tadi kunlar. Dunyoning ishlari juda ham qiziq. Kimlardir qiladi kattagon gunoh, lekin jazosini oladi albat. Qaytar dunyodir bu, qaytarar Alloh. Judayam hayotiy she'r ekanligi ko'rinib turibdi va hammamiz olqishlab sizga yana bir bora omad tilaymiz.